Kamoliddin qani? Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom Kamoliddin. Unreal'ga bitta zo'r zborka qilib yuboraylik. Bo'ldi aka. Keling, mana yerda o'tirib turing, ha? Bo'ldi. Tayyor zborka ham. Voy Kamoliddin, nima qilib tashlading buni? Aka, asabiylashmang. Bitta Spark puli ketdi, xolos. Spark? Hozir nimaligini tushuntirib beraman. Qaranglar, bunda protsessor AMD 9950X Ryzen 9 16 yadro 32 potokli protsessor. Materinskiy platasi Asus Taftan 870 materinskiy plata, 128 GB operativniy pamyat, 6000 shinali, M.2 NVMe 990 Pro Samsungdan 2 TB M.2 NVMe, video kartasi Palit Game Rock 3090. Bunda hamma o'zi преимущество video kartada, sababi Unreal uchun eng zo'r kompyuter qilib berdilar aka. Blok pitaniyasi Sama brendida 1200 wattlik platinum kачестводagi blok pitaniya va protsessorni muzlatish uchun Sama brendidan 360 Pro mana shunaqa LCD ekranli katta pompali va охлаждение tanlaganmiz. Keysimizni Aza brendidan mana shunaqa akvarium ko'rinishidagi keys. Siroj aka, buni setapini o'zingiz ofisda boplab olasiz, to'g'rimi? Setup ofisga ketdi. Unreal uchun bitta Spark puli ketgan zborkamizni mana ofisga olib kelib oldik. Umumiy narxlarini opisaniyada yozib qoldiramiz. Azza Proga alohida rahmat. Endi bu kompyuterda kelajakda qiladigan hamma ishlarimizni keyingi videolarda sizlarga batafsil ko'rsatamiz. Zborkani endi qisqacha obzori bilan bemalol ko'rib tanishsanglar bo'ladi. Eng zo'r joyini Kamoliddin shilishasidan chiqibdi-yu.